Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan 8 litrli Ermu dori sepkichimiz sotildi, xudo xolasa akamizga. Aka buni assalomu alaykum, qolgan yaxshimisiz? Qullab bo'lsin endi aka mana. Rahmat aka. Ermu rahmat. Ermuda nima misol yangi olayotganlarga misol bug'doy sepsa, bittalidan afzallik tomoni nimada aka buni? Misol shuni aytib bersangiz. Bittalidan ham ishlatishadi, eski ishlatayotganlar bor. Ikkitalik bo'lsa aka uzoqqa sepib beradi aka birinchidan. Endi aytgan kiloyingiz chiqadi aka. Shuning sababli yangisidan olib ishlatyapmiz fermerchiligimizga aka. Shu fermerlar aytadi, bittalikda bitta tomonga kamroq, bitta tomonga ko'proq sepadi. Shunaqa bo'ladimi? Stadion ko'proq qoladi. Stadion ko'rsangiz aka, mana bir xil joyi chimi balandroq, chimi ingichkaroq bo'ladi. O'sha stadion ko'rganda bular ham shunday bo'ladi. Shunday bo'lib qoladi. Bularda deyarli aytgan kiloyingizga hisob beradi aka. Rahmat aka. Xudo xolasa mana Ermuni olib borib ishlatishadi. Aka xudo xolasa video qilib tashlab berarsa, yangi olayotganlar endi eski ishlatayotganlar biladi endi bu. Shuni ham so'raydimi deganlar bo'ladi. Yangi olayotganlarga ozgina ma'lumot berdik. 15 kunda tashlaymiz aka videosini. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Doim buyursin.